Yaxshi o'tir onasi. To'xtang. Qayerga ketyapsiz? Shoshib olmasizki, bir hafta oldin qo'ynay dedim. Bir haftadan beri ana mana deb olib kelayotganingiz. Qachon olib berasiz qo'ynayni? Qachon olib berasiz? Oyligimni olaman, birinchi senga qo'ynay olib beraman onasi. Hoy, qaysi biring baqirib olsan, tinchlik bormi senlar dastlaridan bu uyda? Mana izda qo'ynay olib bering deydi. Olinmaydi qo'ynay deyapman. Ona men bitta qo'ynayni 3-4 yillab kiyganlar, tushundingmi? Olinmaydi. Hachchakagini o'chsin, san bolani shunday yaxshigina mehribon kelinimni xafa qilasan har doim. Menga qarang, olinmaydi qilmaydi. Bugun ishga ketyapsiz, kechga qaytishda o'sha qo'ynay bilan keling. Chungizim musobaga kirmaysiz. Men tug'ilgan kunga kiyib borishim kerak. Jonim qizim, Bitta gap chayna urmagin, olinmaydi deyapman. Urib yuboraman hozir. eringizni kuzatib olib, yelkalarimni bosib qo'yarsiz. Bo'ldi oyijon, hozir kiraman. Biram qo'llaringiz yengil. Mana qarang, ertaga tug'ilgan kunim bor-da, menga pul kerak. Tushunasizmi? Pulim qolmagan mani. Shu ham muammo onasi meni. Bering bu yoqqa hammasini kim qo'yib shuncha pulni sizga. Ha? Olib kelmaminda cho'mchagan qo'lni chiqasanmi? Xotinni qarang beparosatligini. Bir xotinga mehr berishni bilmaysan. Rahmatli ana shunaqa mehrli edilar. Nima desam ham xo'p bo'ladi, onajonisi derdilar. Uyib chimchilab olsam ham hech nima demasdilar. Kelin, hali ham kutyapman. Keling, jon qizim, keling. Olib keling. Qo'ynaga ham tug'ilgan kunga ham yetar-kanu. 20 ming ber. Nimaga? Mana qaragin, maza olaman. Ne, 15 ming. Aptekadan olib olasiz. Zahar. Mendagi mehribon xotin kimda bor? Faqat meni erimda bor. Oyijon!